Ehe. Bunaqa mashina to'xtamasdan o'tib ketardi? O'zi to'xtadimi? Abdurahmonov. Assalomu alaykum o'rtoq. Alaykum assalom. Nima bu o'zingni katta mashina haydaysan? Hamma kichkina mashinani olib borib jarima maydoniga tiqib qo'ydingiz. Bu katta mashinani ham tiqa olasizmi, yo'qmi? Shu qiziqda menga. Hujjatlaringni ko'rmasdan aytaman. Buni ham jarima maydoniga olib borib tiqaman. Yo. O'rtoq boshliq, u davrlar o'tib ketdi. Mani hamma hujjatlarim joyida. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Lekin rostdan ham katta mashina ekan bu. Ha, endi o'rtoq boshliq, men uchun Xitoydan birinchi qo'l maxsus hamyonbop naqd olib kelingan. Ha, hamyonbobini topasan. Ertaga buzilib qolsa, boshingni qayerga urasan? Mana qarang o'rtoq boshliq, bu bilasizmi, 9 yildan beri faoliyat olib boradigan Chindan Group kompaniyasidan olganman. Bu yerda servisidan tortib zapchasigacha bor. Ana qarasangiz, hujjat yozib qo'yib qolmas. Nima kulyapsiz? Hujjat to'g'riligiga chida olmayapsizmi? Yo. Bu yerda ekskavator deb yozilgan, Abdurahmonov. Ya, adashib qolibman-da. Mana pompaniki. Pompa nima bu? Avtobeton nasosda mana shu. Ha, ekskavatorga nimaga olibsan unda? Hamma gap shunda-da. Bu kompaniya nafaqat ekskavator, avtovishka, avtobeton nasos, xullas qurilish sohasida ishlatiladigan hamma texnikani birinchi qo'l kafolat bilan olib keladi O'zbekistonga. Xullas hamma hujjat joyida. Tekshirib ma'lumot olganingiz foydasi. Bemalol ko'rishingiz ham mumkin-da. Yaxshi Abdurahmonov, vaqt o'tkazmaylik. Mashinani jarima maydoniga hayda. Hazillashyapsiz o'rtoq boshliq. Chindan Group kompaniyasi O'zbekistondagi eng ishonchli kompaniya. Hujjatimda umuman muammo yo'q. O'qisangiz javol ish. Kompaniyaning hujjatida hech qanaqa muammo yo'q. Hamma muammo pravangda ekan. Qanaqasiga? Prava qo'lingizda turibdi-ku. Abdurahmonov, pravang borlikka bor, lekin bunda A bilan B. Ha, o'rtoq boshliq, shoshmang. Abdurahmonov bilan talashma. Senda C ham yo'q, D ham yo'q, Y ham yo'q. Haydash huquqi yo'q. Tushundingmi? Mashina jarima maydoniga kiradi. Mashina meniki emas-ku. Jarimasi qanday to'laymiz endi?